Profiliga qanaqa rasm qo'yishni bilmasdan qanaqadir mashinalarni, qizlarni rasmini qo'yadigan bo'ldi bor. O'shalarga tashlab qo'yinglar. Undan keyin mana avvani qo'yib olinglar. PUBG kirganda men faqat otishma qilish uchun tushaman degan bolaga mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Mana shu flagni qo'yib olsin. Bu flagni men o'ylab topmaganman. Mana flagni qo'ygan bo'lmaysizlar. Bu Amir Temurda urushdagi, ya'ni oxirgi bayroq. Ya'ni bu bayroq ko'rsatilgandan keyin mana rahim shahvat kutma degan ma'noni anglatgan. Bu rasmni qo'yinglar va o'yinda beshafqatlarcha o'yin ko'rsatinglar. Amir Temurning Buyuk imperiyasi dunyoning 4 qismiga hukmdorlik qildi. 22 ta podshohni tiz cho'ktirib, 20 ta muhim harbiy janglarda g'alaba qozondi. 100 ga yaqin jang o'tkazib, hech birida mag'lub bo'lmagan. Tarixga ismini yengilmas Temur Qo'qoni, Sohibqiron Amir Temur deb yozdi.